Zulfiqor Ahmad Naqshbandi degan yer yuzini buyuk bir shayxlardan bittasi shu Muhammad Taqiy Usmoniyning shogirdi. Qo'qonga ham shu odam kelgan bir vaqtlar. Hikmatda kelgan, Buxoroga ham kelgan. Shu odam bir gapi bor. Bir yosh katta odamga aytgan ekan. Afsus dedi. Sana dedi, tishlaring dedi. Allohning ne'matini 70 yildan beri to'kilib ketdi dedi. Ne'mat shu darajada ko'p ediki tishlaring dedi, yurib to'kilib ketdi dedi. Shu ne'matni yeb tishlaring to'kilib ketayotgan vaqtida eng yaqin guvoh kim bo'lgan bilasanmi dedi. Shu ne'matni yeb turib to'kilib ketgan tishlaringning yonidagi tiling guvoh bo'lgan dedi. Eng yaqin guvoh seni tiling dedi. Afsuski dedi, seni shu ne'matlarni yegan tishlaring to'kilib ketdi-yu dedi. Ammo bu ne'matlarni yeganda to'kilib ketgan tishlarini ko'rgan tiling dedi, bismillah deyishga yaramadi dedi. Allohni zikr qilishga yaramadi dedi. Alloh hammamizdan Parvardigor olamni zikridan g'ofil bo'lmasligimiz kerak. O'zimizni yaratgan Xudomizni taniydigan bo'lishimiz kerak. Parvardigor olamni ibodatni qilib charchamaydigan bo'lishimiz kerak. Salqinda o'tib ketamiz.